Alloh rahmat qilsin Posil qor akamni. 2009-yil 28-sentyabr shanba kuni peshin namoziga chetga olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda o'tirganlar biladi buni. Posil qor akam shu masjidda imom bo'lgan. Mana shu masjiddan imomlikdan bo'shatilgan o'sha davrda. Uni bo'shatganlar hozir tirik. Mana shu Allohning baytiga odobsizlik kirib kelgani uchun bitta katta rahbarga bunaqa kirmang degan, Allohning baytiga oyog'ingizga yechib kiring degan. Shuning uchun bo'shatib yuborgan ishda. To'g'risini aytish kerak-da, buni Allohning baytida o'tiribmiz buni. Biz bekitadigan joyi yo'q buni. Qor akam o'sha zamonda aytgan ma'ruzalari hozir ham eshitsangiz yig'latadi. Hozir ham bir eshiting Posil qor akam, yig'laysiz. Uni bitta sababi bor. Men bilgan sababi o'shani eshiting.